Abdulhakim Maqsum Hacim o'g'li Abduqiyim Hacim Xitoy zindonlarida shahid qilindi. Abduqiyim Hacim 2017-yili oila bo'yicha Xitoy hokimiyati tomonidan tutqun qilingan hamda uylari va uyining uduldagi ustoz Abdulhakim Maqsum Hacim boshchiligida selingan masjid chiqib tuzilib etilgan. İşençilik ma'lumotlarga asoslanganda Abduqiyim Hacim 2020-yili 8-oylarda turmada shahid bo'lib ketganligi ma'lum. Abduqiyim Hacim 1957-yili Gumon nahiyasida mujohid, o'lima, ustoz Abdulhakim Maqsum Hacim oilasida dunyoga kelgan. 2 yosh vaqtida, ya'ni 1959-yili dadasi Abdulhakim Maqsum Hacim Xitoy hokimiyati tomonidan tutqun qilinib 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Yaqinqi bir necha yilda Muhammad Solih Damollam va Abdulhakim Maqsum Hacim qatorliq nurg'un diniy o'limalarning Xitoy turmusida shahid bo'lganligi xabari keldi. Fransiyadagi Uyg'urlar dunyoni uyg'otish uchun bir hafta nomli tam rasmiy va tashviqot faoliyati qanot yaydirib, Xitoyning Uyg'urlarni bostirishi va yig'ilish lagerlarini fosh qildi. Fransiyada Yevropa parlament a'zosi Rafael Glucksmann va Yevropa Uyg'ur institutining raisi Dilnur Rayhon Fransiya xalqining Uyg'ur qirg'inchiligiga bo'lgan tonishini o'stirish va Xitoyning razilligini fosh qilish uchun dunyoni uyg'otish uchun bir hafta nomli tashviqot faoliyatini qanot yaydirdi. Bu faoliyatning boshlanishi bilan Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning harakatga o'tish uchun 200 dan ortiq imzo to'plandi. Glucksmann va Dilnur qo'zg'agan bu faoliyat Fransiya xalqini safarbar qildi. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan besim va ziyonkashlikni fosh qilish uchun ijtimoiy taratqularda Fransiya Uyg'urlar uchun degan xat kuch bilan necha 10 minglagan yozma va rasm ham bahrlandi. Amerika Fuqarolar va Ko'chmanlar mulozimat organi Amerika Ko'chmanlar qonuniga oid bir yo'l yo'riq e'lon qilib, Kommunistik partiya a'zolarining Amerikada mangulik turish yoki Amerika fuqaroligiga erishishning mumkin emasligini bildirdi. Yo'l yo'riqda mundaq deyildi: umuman boshqacha kechirim qilinmagan sharoit ostida Kompartiyaning yoki boshqa mustabid partiyaning a'zosi yoki davlat tavalligidagi boshqa mustabid partiyaning a'zosi yoki uningga chetishliqi bor har qanday ko'chman Amerikaga qabul qilinmaydi. Bu qonun Xitoy Kommunistik partiyasi a'zolarining Amerikada mangulik turish yoki Amerikaning fuqarolik salohiyatiga erishishini unumli to'sadi ekan. Türkiye Tashqi ishlar ministrligi Armeniyaning Ozarbayjonning Ganja shahrida fuqarolarga qaratgan hujumlarni ayblaganligini e'lon qildi. Türkiye Armeniyaning Ozarbayjonning 2-cho'q shahri Ganjga qilgan hujumiga bo'lgan kuchli noroziligini ifodaladi. Türkiye Tashqi ishlar ministrligi Armeniyaning fuqarolarni nishonlab Ganj shahriga qilgan hujumi to'g'risida yozma bayonot e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: bugungi Ganj shahridagi fuqarolarga qilingan hujum Armeniyaning qonunni e'tirof qilmaydiganligini yana bir qatam namoyon qildi. Türkiye Tashqi ishlar ministrligi bayonotida Armeniyaning bu harakatini qattiq aybladi. Amerikaning Kaliforniya shtatida bu yil hozirgacha yuz bergan o'rmon o't ofatida taxminan 16200 kvadrat kilometrlik o'rmonning kuyib, rekord yaratganligi bayon qilindi. Kaliforniyaning o't o'chirish tarmoqlari e'lon qilgan bayonotida 2020-yildagi o't ofati mezgilida shtatda kuygan o'rmon rayonining yaqinqi 3 yilda kuygan umumiy rayondan ko'p ekanligi ko'rsatildi. Egilinishcha, bu yil hozirgacha yuz bergan o'rmon o't ofatida taxminan 16200 kvadrat kilometrlik o'rmon kuygan, hozirgacha 31 odam qazo qilgan, 8400 uy va bino buzg'unchilik uchrab, 53 mingdan ortiq odam uy makonlaridan ayrilgan.